Mana bizni laboratoriyamiz mana shu 5K17, NK35 hamma qo'ziqorin urug'larini shu yerda tayyorlaymiz. Mana hozir mana chashka petiramiz. Qo'ziqorin olingan, urug' olingan, mana chashkada o'sgan. Ulardan keyin bankalarga tarqatamiz. Probirkalarga olamiz. Mana shu ish joyimiz. Kimgaki mana shu urug'ga qiziqadiganlar bo'lsa, noldan haqiqiy laboratoriyada yaxshi sharoitda urug' qilishni noldan o'rgatamiz. Mana hozir sizlarga tayyor bo'lgan urug'larimizni ko'rsatamiz. Ko'rsalaringiz oppoq, o'sha birinchi probirkadan olingan urug'lar. Mana tayyor matishnilarimiz. Mana shu chashkadan bunga olganmiz. Shundan paketga olamiz. Mana haqiqiy urug'dan urug'ga ko'paymagan, haqiqiy mana oppoq matishnilar. Kimga qiziq bo'lsa, mana shu pastdagi raqamlarga telefon qilsalaring, bog'lanib, hamma yo'lni noldan shu haqiqiy laboratoriyada o'rgatamiz.